Tashqaridan kimning ovozlari kelyapti? Barchaga salom. Sizlar bilan men Kompot va meni yangina videomga xush kelibsizlar. Boyadan beri kuchuklarning ovozimi yoki balkim nimanidir. Salom. Jonursin yaramas. Jonursin kuchuklar meni tishlayapti. Jonursin yaramas, kuchuklar qochish kerak. Obunachilar qaranglar, ortimdan qancha kuchuklar quvalyapti. Yo'may uyga kirib ketishim kerak tezroq. Bo'ldi obunachilar. Jonursin mana buni basharasini qaranglar chiqib qoldi. Obunachilar qaranglar, meni kuchuklar tishlab tashladi. Eng qizig'i buncha kuchuklar qayerdan kelib qoldi? Jonursin obunachilar. Yo'may yaramaslar, hammasi meni tishlab tashladi. Menda narvon bor, tepaga chiqaman hozir. Mana unday qilaman-dan keyin narvonni qo'yaman-dan keyin chiqaman. Jonursin. Salom qishloqlar, yaxshimisizlar? Salom Kompot, qandaysan? Yaxshimisan? Kuchuklar seni tishladimi? Qishloqlar, bu kuchuklar qayerdan kelib qoldi? Bilmaymiz Kompot, balkim o'rmondan kelishgandir. Bo'lishi mumkin. Bu itlar nimaga bizning qishloqqa buncha ko'payib ketdi? Bilmadim Kompot, nimadir qilishimiz kerak. Bu itlarni bizga xalaq beryapti, hammamizni tishlab tashladi Kompot. Bularga suyaklar berish kerak. Sizda suyaklar bormi? Yo'q, sklatda Kompot. Jonursin, nima qilsak bo'ladi endi bularni? Mayli, nimadir o'ylab topaman Jonursin. Kompot, shunday qil, nimadir qilish kerak bu itlarni. Xo'p, qishloqlar, hozir qarab turinglar, obunachilar. Menda bitta ideya bor. Buncha kuchuklardan hozir chiqa olmayman. Hammasi meni tishlab tashlaydi. Siz tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosing. Sizga qaysi YouTuber yoqadi, kommentariyaga yozib ketinglar. Hozir meni yashirin sandig'im bor, ko'pchilik biladi. Mana bunday pistolet va kirkani olaman-dagan, bunday qilaman. Ilmoqqa o'xshagan, irmoqqami, xullas shunga o'xshagan narsa yasayman, tepadan ketsak bo'ladi ularga. Hozir ko'rsataman bularni qanday ishlasini. Qishloqlar, oldilaringga keldim. Salom Kompot, yana bir bor. Salom qishloqlar, yaxshi. Kompot, ehtiyot bo'l. Okey, mana bunday qilib bu merning tomiga bunday qilamiz. Yaxshi, ajoyib. Endi to'g'ri sklatga borishimiz kerak. Bunday qilamiz. Bo'ldi. Yaxshi. Kuchuklar kelyapti, eshikni yop. Bo'ldi. Ajoyib obunachilar. Yaxshi, mana men suyaklarni oldim obunachilar. Endi bu itlarga berishim kerak endi bularni. Davay ketdim obunachilar. Salom yaxshi kuchukchalar. Hammangiz ajoyib zo'r kuchukchasizlar. Mana sizlarga ham suyak beraman. Yana qaysing qoldilaring? Davay kelinglar meni oldimga. Sizlarga suyaklar beraman. Mana aqlli kuchuklar. Ajoyib kuchuk ekan-ku bular. Mana sizlarga suyak beraman. Yana qaysingiz qolib ketdilaring? Oldimga kelinglar. Bo'ldi qishloqlar. Bu kuchuklar buncha ko'p bo'lmasam, qaranglar buni ko'pligini. Shuncha kuchuklar o'rmondan kelganmi? Nima qilamiz endi bularni? Bilmadim Kompot, nima qilamiz? Biror ideya top Kompot. To'xtanglar, bularni hali yaxshi qorni to'ymadi. Bularga go'sht berishimiz kerak. Ajoyib ideya. Menda bitta ideya bor. Sen bularga go'sht berguningcha bizlar bular uchun boshpana, ya'ni himoya qilamiz bu kuchuklarni. Kompot, nima deysan? Ajoyib ideya-ku. Shundaymi? Sen bularga go'sht berib turguningcha bizlar uni qurib olamiz, ularni uyini. Mana shu o'rmon taraflarida quramiz-da, Kompot, zo'r bo'ladi. Yaxshi, ajoyib ideya. Bu kuchuklarga ham zo'r bo'ladi. Davay bo'lmasam nimani kutib o'tiribmiz? Davay bo'lmasam Kompot, boshladik. Biz hozir qishloqlar bilan kuchuklar uchun boshpana quramiz. Sen esa bularga ovqat pishirib berasan Kompot, ya'ni go'shtlar berasan. Davay, sizlar o'rmon tarafdan quraveringlar. Men ketdim, ularning ovqatini tayyorlayman. Nimani obunachilar, men hozir mana bu yerga bularning ovqatini, ya'ni go'shtini pishirib berishim kerak. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7 ta, 8, 9, 10 ta. Bo'ldi, 10 ta yetadi menimcha. 1, 2, 3 shuni to'ldirishimiz kerak obunachilar. Bitta to'ldi, 3-chisi ham, 4-chisi ham to'ldi, 5-chisi ham to'ladi hozir, 6-chisi ham to'ldi, 7-chisi va oxiringisi obunachilar. Yaxshi, go'shtlar bilan to'ldirdim. Endi bularga ko'mir tiqishimiz kerak, chunki olov yonishi kerak. Obunachilar, boshqa nima bilan yonadi? Bo'ldi, ajoyib go'shtlar pishyapti. Siz tezroq kanalimga obuna bo'ling. Sababi 99% odam obuna bo'lmasdan ko'rar ekan. Men tezroq 1 bo'lishini xohlayman. Shuning uchun tezroq obuna bo'lib qo'ying obunachilar. Yaxshi. Go'shtlari pishyapti. Hozir bularni kuchuklarga berishim kerak hozir endi obunachilar.
Okey, xo'sh, kuchukchalar qani sizlar? Ana bu yerda o'tirishibdi. Vobshe ko'p ekan bu itlarni qaranglar. Davay kelinglar, hammalaringga go'sht beraman. Kim go'sht xohlaydi? Bularni qarashini qaranglar. Ajoyib. Sizga itlar yoqadimi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Davay, hammalaringizga go'shtlarim bemalol yetadi. Davay. Hammangizga beraman. Hech kim qolib ketmaydi. Hammangizga beraman. Davay kelinglar kuchukchalar. Bularni qarashini qaranglar. Mana bu tarafda ham qolib ketibdi ko'pchilikka. Hali ko'p ekan obunachilar go'sht yemagani. Yaxshi, bular yebdi. Mana bu yerda bittasi, yana bitta. Yaxshi, burchaklarda ko'p ekan go'sht yemaganlarida. Hammangizga beraman. Bo'ldimi kuchuklar, bo'ldimi? Hammangiz yedilaring. Mana bu qolib ketibdi. Bo'ldi, go'sht ham qolmadi. Hammangizni qorningizni to'ydirdim. Ajoyib. Endi sizlarni boshpanalaringni ko'rishim kerak, lekin oldin bir cho'milib kelamiz daryoga borib. Ya'ni davay hammangizni hozir ko'taraman, ortimdan yurasizlar. Mana busi ketib qolyapti qalbdan. Bo'ldi, bularni turg'isi bo'ldim. Davay meni ortimdan kelinglar barcha kuchuklar. Cho'milgani ketamiz. Let's go obunishlar. Yaxshi. Kuchuklarni qaranglar kelishini ajoyib. Okey, davay. Sizlar ham tushinglar pastga. Jonurson, ana bu kuchuklar nimaga tushmayapti? Kuchuklar mazza qilib ichinglar suv va cho'milinglar. Ular ham kelyapti. Yaxshi, hamma kuchuklar ko'lga tushdi. Yaxshi, mazza qilib cho'milinglar endi kuchuklar. Iltimos, tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosing. Tezroq birga bo'lishni xohlayman. Chunki har aytib turmasam siz obuna bo'lmayapsiz. Davay ketdik, endi boshpanangizni ko'rib kelamiz. Qishloqlar tayyor qilgandir. Mana hammasini yana o'tkazdirib oldim. Qishloqlar nima bo'ldi? Bularni boshpanasi tayyormi kuchuklarni? Okey, hozir borib ko'raman o'zim qanday bo'libdi. Hali tayyor emas, hali bir ikkita narsalarni o'zim qurishim kerak. Yaxshi, zo'r bo'libdi. Obunishlar, qaranglar ichkarisini. Kapot senga yoqdimi bu yer? Qishloqlar yaxshi. Mana bu yerdan hozir kuchuklar uchun xona quraman, 2 etajli qilib, mana unday qilib, hamma kuchuklar sig'adi. Mana bu yerda esa o'yin zali, ya'ni kuchuklar o'ynaydigan joy. Yaxshi qishloqlar, zo'r quribsizlar. Rahmat kapot. Yaxshi, men endi ana bu narsalarni olib kelay. Endi bu yerni 2 uychalar ham quribsizlar. Qishloqlar, sizlar birpasda mana bu narsalarni qo'ydinglarmi? Mana bu yerda ovqat beramiz itlarga. Yaxshi, ajoyib. Xo'sh, mana bu yerda bu yer o'yin xonasi obunashlar. Kuchuklar o'ynaydi. Mana bu yerda ham mana bularni qaranglar. Mana bu koptokcha samon bor ekan. Yaxshi, mana shu xonalarni hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Bunday qilamiz degan. Mana bu yerga bitta qo'yamiz, chunki 2 etajlik bo'ladi bu yer. Yaxshi, ajoyib. Bunday qilamiz degan obunashlar. Bunday qilib oyna qo'yamiz. Yaxshi, oyna qo'yamiz, tepasiga ham qo'yamiz. Joy qolish kerak itlar kirish uchun. Mana bu yerdan qilamiz-ku. Nimaga bu yerga qo'ydim? Yaxshi. Mana bu narsa bizga xalaq beryapti deb buni olib taylaymiz. Bunday qilamiz. Bo'ldi, ajoyib obunashlar. Endi bunday qilamiz. To'xtanglar. Mana buni pastiga qo'yish esimdan chiqib ketibdi. Mana bu oynani sindiraylik. Bunday qilamiz. Bo'ldi, ajoyib. Endi zo'r bo'ldi obunashlar. Mana bu kuchukchalarning uylari sizga yoqdimi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Endi buni ham boyangiday ko'rsatganimdek bir xil qilib mana unday qilib qurib tashlaymiz obunashlar tezroq. Mana bu yerga eshik, oyna, mana bu yerga ham oyna, endi bu yerga eshik qo'yamiz. Ajoyib chiqyapti. Endi mana shunday qilib hammasini qo'yamiz obunashlar. Anchagina vaqt ketadi-ku, mayli. Chunki siz kanalimga obuna bo'lyapsiz-ku. Davay tezroq obuna bo'ling, boshqa kanallarimga ham obuna bo'ling. Mana bu yerga ham bitta eshik qo'yamiz. Bo'ldi, qishloqlar, mana bu itlarning uyini bitirib bo'ldim. Yaxshi, endi bu yerga itlarni kirgizsak ham bo'ladi qishloqlar. Mana bu yerda eshiklar ochilib yopiladi. Bu yerda itlar ovqat yeydi. Xullas, bularning uyi juda ajoyib bo'ldi sizlarga aytsam qishloqlar. Men ketdim itlarni olib kelgani. Davay hammangiz turinglar, sizlarga yangi uyingizni ko'rsataman kuchuklar. Bularni hammasi o'rmondan kelgan. Obunashlar qaranglar, hammasi joylashib bo'ldi. Mana bu yerda ovqatlar yeyishadi, o'ynashadi. Ana bular suvmi nimadir ishyapti-da, xullas. Zo'r bo'ldi obunashlar. Sizga bu itlarni boshpanasi yoqdimi? Kommentariyaga o'z fikringizni
yozib qoldiringlar. Menga vobshe yo'qdi. Tashqarida ham o'tirishibdi. No, xullas barchaga xayr. Sizlar bilan kompot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.